Endi bunisiga chidab bo'lmaydi. O'g'lim, devorimizga loyni sach yaxshilab, buni qara. Loy sachilsa orqasidan mana shunaqa qilib shilankada yuysa, izi chiqib, nima bo'lib, qo'limizga izi chiqib olyapti. Bu qo'shnimizni qilgan ishini qara. Sach loyni yaxshilab, bitta loy sachib turib, orqasidan suvni sachaman desalang, mana shu holatda top-toza bo'lib qolyapti. 15 yil mana shunga usta akalari garantiya beryapti, super mo'yshi ekan. Bitta yuyganingdan keyin bemalol ishlatsang bo'laverar ekan. Bunimiz eng qizig'i super mo'yshi bo'lar ekan. Zaynlaydigan, sho'rlaydigan devorga ham bemalol qilsa bo'laverar ekan. Bu travertin bo'ladi. Yo'q, menga travertin emas, travertindan zerikdim desalang, do'stlar, Milano fasonlari bo'lar ekan. Xullas, kvadrati do'stlar 100 ming so'mdan boshlab turib 200 ming so'mgacha bo'lar ekan. Milanoyimizga keladigan bo'lsak, ushbu xonadonimizni 100 kvadrat metrda atiga 1400 dollarga tayyor qilib berishibgan. Bu narxlar ichida O'zbekiston bo'lib, dastavka, ustanovka, usta haqqi, mahsuloti, lesasi, miqi, shurufi mutlaqo bepul. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Suvoshni ham qorami chiqdi.